Hot-doglarning turi qanchalik ko'p bo'lmasin, baribir uyda tayyorlangan salatli hot-dogga yetadigan. Bu gapimga qo'shiladiganlar videoga like bosib jarayonni kuzatinglar. Ideal bulochka xamirdan tortib tayyorlanishigacha o'rgatib qo'yaman. Bizga kerak bo'ladi iliq sut, droji, shakar, tuz, bitta tuxum va elangan un. Hammasini qorib, xamir holiga kelganda erib turgan saryog'imizni qo'shib oshirishga jo'natamiz. Oshib tayyor bo'lgan xamirlarimizni teng bo'lagiga bo'lib olib, videoda ko'rsatilgandek yoyib, qattiq qilib tugib chiqamiz. Ustidan tuxum sarig'i va kunjutni sepib, yarim soatga pishirish uchun jo'natamiz. Oldingi videolarimda vileda haqida juda ko'p savollar kelgan. Qatdan zakaz qilsak bo'ladi deb ko'pchilik so'rayapti. Shu videoda bitta qilib aytib o'taman. O'zi siqib, o'zi quritib beradigan, umuman iz va dog' qoldirmaydigan vileda shvabralarini shahrimizdagi ko'plab do'konlardan topsanglar bo'ladi. Bundan tashqari uzun marketda ham sotishadi. Endi bo'lsa jarayonga qaytamiz. Bulochkalarimiz chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Hot-dog ichiga pomidor va bodringdan salat tayyorladim. Hot-dogimiz asosi sosiskalarni birov yog'da qovurib oldim. Endi bo'lsa dunyodagi eng mazali uyda tayyorlangan hot-dogimizni yig'ishni boshlaymiz. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ring, juda mazali chiqadi.